O'rtoq, bitta zo'r uyga keldim. Remontiga lekin 5 ketdim. Prixojiy zonamizga xush kelibsan. Bu yoqda esa o'zingga qarab har doim chiroyli bo'lib yurasan. Uyga kirganimizda esa kladovый xonamiz ham bor ekan bu uyda. To'g'riga yurganimizda chap tomonda sanuzel joylashgan, alohida. Endi esa bu xonamiz родительский спальня. Videoda ko'rilayotgan barcha jihozlar qoladi. Prixojiy zonaga chiqqanimizda to'g'rimizda garderobni shkafchik kutib olar ekan, zолотистый oyna bilan, o'ng tarafimizda esa детский спальня joylashgan. 3 xona, 2-etaj, 12 etajli domimizda. Manzilimiz esa Yunusobod 8-kvartal, orientir Belur to'yxonani to'g'risida. Bu esa asosiy chiroyli xonamiz zal. Umumiy maydonimiz 71 kvadrat. O'ng tarafimda esa oshxona joylashgan. Ahamiyat bersak, elektroplita. Bu uyimizda 50% chegirma elektrichествоga bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, o'rtoq, 84 ming. Ulgurib qol.